Bizda shunday vaqtlar bo'ladiki, ishda muammolar, uyda ham tinchlik emas, yana uni ustiga har tomondan yomonlik va hasad. Shu paytda biz men boshqa chidolmayman deymiz. O'zimizda na jismonan, na ruhan kuch qolmaganini his qilamiz. Faqat yolg'iz qolishni, bir xonada bekinib ko'nglimizdagi bor og'riqni bo'shatish uchun yig'lashni xohlab qolamiz. Aslida bu bor yo'g'i bir kun xolos, butun umrimiz emas. Siz bor yo'g'i to'yib yig'lab olishingiz kerak. Buni kuchsizlik deb hisoblab uyalishni ham keragi yo'q. Har bir insonda bo'lib turadigan normal holat bu. Shunchaki sabr kosaning to'lishi deyishimiz ham mumkin. Bunaqa holatda перезагрузка, ya'ni qaytadan o'zimizni xayolanda endi o'chirib qayta yoqib yuborishimiz ham yaxshi natija beradi. Bu jarayon hammada har xil. Kimdir dugonasi bilan to'yib dardlashishni, kimdir tabiat qo'ynida sayr qilishni, ba'zilar esa shunchaki yolg'iz qolib to'yib yig'lashni xohlaydi. Undan keyin esa hammasi yana joyiga tushib ketadi. Kuch ham qayerdandir paydo bo'ladi va yana tabassum qila boshlaymiz. Hayot bu.